Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga 3 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlaringiz bilan qanday uyda mashg'ulotlar o'tkazishingiz bo'yicha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Aynan bu ko'rsatadigan mashg'ulotlarimiz Montessori metodikasiga to'g'ri keladi. Xo'p, birinchi bo'lib, demak, men o'zim Liviyada nimalar qildim 3 oylikgacha. 3 oylikgacha asosan farzandingiz oq va qora ranglarni ko'rganligi uchun ham oq va qora kontrastli shakllardan foydalandim va unda 20-30 cm uzoqlikda oq va qora shakllarni ko'rsatib borasiz. Bu farzandingizning ko'z koordinatsiyasini juda ham zo'r rivojlanishiga xizmat ko'rsatadi. Ikkinchi bo'lib esa mana shunaqa kichkina shiqildoqli o'yinchoqlar. Bu ham farzandingizni eshitish qobiliyatini rag'batlantiradi, juda ham foydali hisoblanadi. O'shaning uchun ham demak dastlabki 3 oylikda mana shunaqa oq va qora shakllar hamda shiqildoqli o'yinchoqlarni tavsiya qilaman.